800 kvadratli zdaniya arendaga topshirilyapti. Hozirgi paytda polni remont holatida, hamma yog'i bitirib beriladi. Kvadrat uchun narx $20 dan egalari so'rashyapti. Ortiqcha to'lovlar ustiga umuman yo'q. Egalari qanday aytgan narx bo'lsa, o'sha narxda olsanglar bo'ladi, kelishilgan holda albatta. Obyektimizning joylashgan lokatsiyasi ham shahar markazidan unaqa uzoq bo'lmagan joyda. Binoimizning umumiy maydoni 800 kvadrat, har bir qavatda 200 kvadratdan. Binoimizning umumiy qavatlari soni 4 ta. Eng pastki qismi 1, 2 va mansarda. Eng pastki qismiga kirish alohida, naryoqdan darvoza bor. Bu yoqdan mashinalarni ham olib kirib qo'ysa bo'ladi va o'sha yerdan alohida tushib ketiladi. Planirovkaga keladigan bo'lsak, eng pastki qavat va mansardada shu 4 ta xonaga, ya'ni 4 ta pomesheniyaga bo'lingan va bitta общий sanuzel birinchi va ikkinchi qavatlarimizda 4 ta pomesheniyaga bo'lingan va alohida женский мужской sanuzellari bor. Binoimizning ichiga kiradigan bo'lsak, planirovkalarni ham tushuntirib qo'ydim va dizaynerskiy proyektlarni ham mana qo'yib boraman. Umumiy ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha berdim. Qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsanglar ham bo'ladi. Juda ham zo'r sharoitlarda, yaxshi holatlarda arendaga beramiz.